Assalomu alaykum do'stlar, bugun biz Yakkasaroy tumanidagi Milano yashash kompleksidamiz. Terrasi 2-3 yil oldin qilingan ekan, muammo bo'lgan ekan. Shuni hozir boshqatdan qilib berish jarayoni. Mana 2 yil oldin hamma joyda tafsillar turgan edi. Tafsillarni hammasini yechib oldik. Mana bu komplekslarni hammasini biz maxsus remont sostavlarimiz bilan oldin yopib chiqamiz. Gruntovka surish jarayoni boshlandi. Lenta yopishtirish jarayoni boshlandi. Mana hozir e'tibor qiling, bu lentani barcha choklarga hamda mana shu lotokni atroflariga ham biz yopishtirdik. Bu juda muhim, chunki asosan juda ko'p treshina mana shu yerda bo'ladi. Undan keyin esa biz alohida har bir lentaning ustini Tecmaflex 2K degan materialimiz bilan surib bermoqdamiz. Barchasini surib bo'lgandan keyin 2 marta, 3 martalab suramiz, ko'proq shu yerga yaxshilab o'rnashsin deb turib, ana undan keyin biz bemalol valik bilan barcha joylarini Tecmaflex 2K degan materialimiz bilan surmoqdamiz. Kimga ushbu xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat murojaat qiling.